bir so'm ham pulim qolmadi-ya. Bitta izumrudcham ham yo'q. Nima qilishni bilmasdan o'tirib yuraveraman. Pul topish kerak qattandir. Assalomu alaykum do'stlar, siz Craft kanaldasizlar va bugun video qilmaymiz. Qilishga hech nimam yo'q, pulim ham yo'q. Hech baloim yo'q-da, qisqachasi aytganda. Hozir qotyaptim Minecraft'im. Pul topishim kerak, bo'lsa qilishim kerak. Bitta ham izumrudim va omadam yo'q, izumrudim ham yo'q, hech nimam yo'q. Nimadir o'ylashim kerak. Nima o'ylasam keyin? Biznes qilib ko'ramizmi do'stlar? Ideya sizlarga. O'zimizga nimadir ochsak yaxshi bo'larmidi? Qanaqa biznes qilamiz, o'ylab ko'raylik. Biznesdan juda eshitganman, juda katta pul keladi. Toshna bitta ideya bor. O'tgan hafta jijilar bilan bozorga borganimizda hamma mashina olaman, pulim bor deyotgan edi. Bozorda hali bitta mashinada meni mashinamni siqilib kelavermasdan hamma mashinamiz olgimiz keladi degan, lekin bu qishlog'imizdan shahargacha juda ham katta masofa bor. Shuning uchun hamma rijillar erinishadi piyoda borishga va taksida ham kam bo'ladi va qimmat bo'ladi. Shuning uchun menga kelgan ideya avtosalon ochish. Bu juda katta proyekt, muammo. Pulimiz yo'q, muammo shu. To'xtanglar. Mahallamiz raisdan so'rab ko'ramizmi pul? Qaniydi u odam? Nimani rais? Yaxshimisan rais? Yaxshimisiz rais? Qaroqchi, menga pul kerak. Men avtosalon ochmoqchiman. O'zingizlar ham aytgan edilaring. O'tgan hafta bozorga borganimizda rosa mashina kerak deganlaring. Shunga avtosalon ochmoqchi edim. Shunga ozgina izumrud 5 stakcha izumrud bersang 1 oy ichida qaytaraman. Bizni qishloq avtosalon qursang yaxshi kirib olaver. Faqat juda tez qaytarishing kerak. Menga ishonaver, men albatta qaytaraman. U do'stlar berdi menga u izumrudlarni 5 stak olamiz. Do'stlar, izumrudning ko'pligini 1 stak oldik, 2 stak, 3 stak, 4 stak, 5 stak. Babram zo'rda bizni rais eshik buzib tashladim. Rais, sizga kattakon rahmat. Albatta 1 oy ichida bundan ham ko'p, xudo xolasa bundan ham ko'p qaytaramiz. Mana do'stlar, nima deydi? Anni ham oldik. Endi qayerga qurishni, men o'tgan videoda chiqqan joy edi bu. Qayerga qurishni o'ylab ko'rishimiz kerak. Do'stlar, men telefon qildim pochtaga, menga kerakli resurslar olib kelishlarini so'radim. Mana uni orqamda turibdi. Uni sunduq turibdi. Kerakli resurslar juda kam. Bir dona sunduq bor xolos. Men keyin 4 stagimni unga ham berdim. Mashinalar juda ham katta mashinalar kelyapti. Katta furada kelsa avtosalonga qo'yishimiz kerak. 5 stag juda arzon mashinalar ham deb bo'lmaydi, yaxshigina mashinalar. Mashinamni esinglarda bo'lsa, JT'dan videoni ko'ringlar. Mana tepada turgan video albatta ko'ringlar. JT'li challenge-ni bajarib bitib olgan edim. Endi esa avtosalon qurmoqchiman. Men o'zi rejalashtirib bo'ldim avtosalon qayerga qurishga. Men rejam bo'yicha avtosalon gidetta shetda bo'ladi, mana bu yerda. Yoki bet kichkina bo'lib qolyapti-da. Shuning uchun yo bu yoqqa, mana shu yerga quraveramiz. Endi men yerdan kelgan pochtadan kelgan narsalar ko'ramiz. Voy, qornim ham o'tib ketdi. Ko'rayotganlaringizdek rosa ko'p narsa zakaz qilmadim. Chunki bu o'zi yetib ortib ham qoladi. Kuni birpas ishlatish kerak. Bo'ldi, biz kerakli resurslarni oldik. Endi sekin qurishni shu yerdan boshlaymiz. Men quruvchiman, bilasizlar. Bitta narsa minusi, buni jelezdan qo'lim bilan sindirib o'tirgim kelmaydi, shuning uchun to'g'rilab qurishimiz kerak. Tepaligidan 5 blok bo'ladi, chunki juda ko'p jelezamiz bor.
Raisga ham qaytarishim kerak shuncha железо. Qani sizlarga tez o'tadi. Appangni hachiga borguray. Bitta ko'p qilib qo'yibman shekilli. Endi tushamiz endi. Ovqat ham yeb kelamiz. Yo'qim. Mana sovg'alar bu yangi yildan qolgan sovg'alar. Uyimga qarang bezatganim. Nima deyapman? Nima ovqat rais uydan ovqat olamiz. Rais yaxshimi? Sudalashni paxta qo'ymayapman. Yaxshi odam rais. Bu qishlog'imiz mulki tegishi mumkin. Mumkin emas aslida endi baribir 3 dona olaylik. Pechenyedan 3 dona. 20 bitta qo'ying mayli. Qurg'imiz yetadi bu qishloqqa ham juda katta foydasi bor-ku. Quryapman. O'to quryapman. Biz ham железный narsa. Короче, yasashimiz kerak. Da. Video uzun bo'ladi menimcha, chunki avtosalon bir boshli. Sizlarga bu videoni necha minutda o'tishini bilmadim, lekin menga juda ko'p ketadi. Sizlar o'tkazib avtosalon qurgandan keyin videoni kamerani yoqsam kerak. Ungacha nima qilamiz? Ovqat olib kelib olinglar. Hali olib kelmagan bo'lsanglar, ungacha men qurib turaman. To'xtaylik, ishni qo'yasizlar. Qani unda men qurish boshladim sizlarga. Bilmadim. 1 sekund o'tadi menga esa 20 minutda. Men qurish boshladim, sizlarga esa omad. Qachongacha xayrlashamay. Belim qo'llarim ertalabam tushdi. Va do'stlar, men avtosalonimni qurib ham bo'ldim. Orqada chiroylikini Tesla ham turibdi. Men 5 tak Zimrudni bu mashinalarga yetmadi. Shuning uchun raisdan yana ancha stak oldim, hali qaytaraman. Va ancha ish qilib tashadim. Va men hozir sizlarga ko'rsataman, mana bu yerda to'la mashinalar bor. Mana bunaqa mashinalar juda katta pulga kelgan bular. Yana men bir narsa qildim. Bugun ochilish marosimi qilaman. Shuning uchun dasturxonga bir baho bering. Bunga ham ancha izimlik ketdi. Tananan. Bu yerda kimdir yeb qo'yibdi-ku. Mana bu yerda sushi bor. Shamlarni men qo'ydim, bilmadim bu yerda issiq mana tutun chiqayotgan. Ko'zi ham turibdi. Ko'zi ham chiqayotgan go'shtlar ham bor. Bu yerda bugun ochilish marosimligi uchun rejalar bilan mazza qilib bayram qilamiz. Uning uchun birinchi bo'lib raisga rahmat, shuncha imkoniyat berdi va mana shuni qishlog'imiz shuni orqasida tomda yuraverdi. Shunaqa kichkina bo'lgan juda zo'r mashinalar bor. Avtosalon ochdim, juda ko'p vaqtim ketdi. Juda ham ko'p do'stlar. 2 kun uxlamasdan qoldim. Metlar qolib ketdi-ku. Bunga vaqtim juda ko'p ketdi. Hech balo mana qolmadi verstagimda. Hech balo qolmadi. Va bugun kechqurun jitellarni chaqiraman, mazza qilib o'tirib, dasturxondagi narsalarimiz ertadan ochiladi, sotilish bo'ladi do'stlar. Juda ham hayajonlanib ketyapman o'zimni. Avtosalonimni ochyapman. Juda ham hayajonli. Hozirgilar bir ketidan hammani chaqirib chiqamiz. Birinchi mana do'stlar, hamma jillarni ham yig'dik. Mana jillar 3, 2, 1 rasman xursand. Ya'ni meni avtosalonim ochildi. Hammalar bemalol kirib bahramand bo'linglar. Mashinalarni olsanglar ham bo'ladi do'stlar. Mana har xil mashinalar turibdi. O'zi sotish ham boshladik, jitlar ham boshladik sotishni. Bemalol olishinglar mumkin agar pulinglar yetsa. Sen nimaga ichiga kirib olding ey? Hamma kirsin, hamma mashinalarni ko'rsin. Va men xayrlashim kerak do'stlar sizlar bilan. Jitlarni erplab ham bo'lmayapti. Bu yerdan hozir mana zemlya qo'yib olamiz. Qo'yamiz, chiqamiz, ketdik.
Do'stlar, juda ham vaqtim keldi. Men 2 soat, 3 soat uxlashim kerak. U yerda jijjilar kirib, mashinalarni tomosha qilishyapti. Juda ham charchadim do'stlar. Men shu ovqatlarni hammasini yeb tashlayman o'zim. Gapimga jaqqa javob yo'q do'stlar, juda ham charchadim. Juda ham charchoqli kun bo'ldi. Mana do'stlar, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Men sizlar bilan xushlik qildim. Kanalga obuna bo'ling biz chunki yozgi kanikullagacha, ya'ni 20 kundan keyin 1000 ta obunachiga ega bo'lishimiz kerak. Qani siz videoga like bosib kanalga obuna bo'ling va ko'rishguncha xayr do'stlar.